Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz, Limonchilik akademiyasi YouTube kanalimiz aziz obunachilari. Bugungi sanamiz 22-iyun 2026-yil hafta kuniga dushanba. Biz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumaniga kelganmiz. Yarim gektarlik teplitsa, o'zi asli bet shu davlat tomonidan qilingan. Mana bu yog'ida ham teplitsalar bor mana. Ko'cha tomonda ham mana bu yoqlarda ham teplitsalar bor. Jam bilmayman necha gektar, xullas mana shu 50 sotik teplitsani egalari bizni chaqirishdi, kelib zelyonni obrizkalarini qilyapmiz mana. Xo'p, zelyonni obrizka haqida ko'p ma'lumot berdik. Bu haqda darsliklarimiz bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pulli darsliklarimiz bor. Bu haqda ko'p to'xtalmaylik. Vaqtni olish, sizlarni vaqtlaringni olish niyatim yo'q. Hozir bekka kelgandan keyin ko'radigan narsam, hozir mana issiq kunlarda, ya'ni yoz oylarida eng ko'p uchraydigan limon hasharotlaridan, ya'ni zarar kunandalardan biri bu o'rgamchi kana, ya'ni qizil kana ham deb qo'yadi, o'rgamchi kana ham deb qo'yadi. Mayda qizil tusda bargni orqa qismida tushadi. Xo'p, dehqonkalar, bu haqda ham video qilgandik, yana bir takroran sizlarga eslatma qilib qo'ymoqchiman. Shu qatorda o'zimizga ham bir takror bo'ladi. Dehqonkalar, bir narsani aytib ketmoqchi edim. Kimgaki siz ixlos qiladigan bo'lsangiz, siz bilim olasiz. Agarda kimgadir oddiy shunchaki quloq soladigan bo'lsangiz, siz ma'lumot olasiz. Buni farqi nimada? Ma'lumot esingizdan chiqib qolishi mumkin, lekin olingan bilim hech qachon esdan chiqmaydi. Har doim yodingizda bo'ladi. Demak, dehqonkalar, mana sog'lom limon, ya'ni qo'limda ushlab turgan limonim bu tushuntiradigan bo'lsam, to'q yashil massada, ya'ni qoramtir deb qo'yamiz. To'q yashil massada turibdi. Bunga hech qanday zarar kunanda hozircha zarar yetkazmagan. Lekin ko'radigan bo'lsak, mana bu tomonlarida ko'rdim. O'rgamchi kana tushgan va shu limonlarni chaqish holatiga o'tgan. Ya'ni bu hasharot, mana dehqonkalar, buni ko'rsalaring, mana dog'lari bor. Yuqorida ko'rsatganim bu to'q yashil massada edi. Bunda mana dog'lari bor. Agar sizlarga ko'rinadigan bo'lsa, mana. Xo'p, o'rgamchi kana birinchi bo'lib mana shu barglarimizni orqa qismiga tushadi va undan keyin ko'payib ketadigan bo'lsa, mevalarimizga ham zarar yetkazdiradi. Bu kivi kasalligi deb qo'yamiz, ya'ni shu o'zimizning mahalliy tilda limonlarda kivini rangi urib qoladi. Vaholanki bu ichiga o'tmaydi, faqat po'stloq qismida bo'ladi, lekin sotuvga yaroqsiz, ya'ni ko'rinish jihatidan bozorlarimizga, ichki yoki tashqi bozorlarimizga nosog'lom limon sifatida kirib qoladi va narxlar ham shunga yarasha arzon bo'ladi. Ya'ni sog'lom limonni misol uchun 30 ming, 35 ming oladigan bo'lsa, buni teng yarmiga olishi mumkin. Sababi mana shu kivi bo'lib qolgan deydi. Mana hozir ko'rinadigan bo'lsa, to'qimalar asosan bu yashillik va sariqlik pigmentlarini so'rib qo'yadi va e'tibor bilan ko'radigan bo'lsalaring, dehqonkalar, hozir ushlab olamiz fokusni. E'tibor berib ko'radigan bo'lsalaring, dehqonkalar, o'rgamchi kana aynan o'sha zarar yetkazgan joylarimizda pastga bo'rtishlar paydo bo'lib qolgan. Ya'ni o'sha so'kini so'rgan paytida pastga bo'rtib qoladi. Ana shunda bilib olishimiz mumkinki, o'rgamchi kana sariqlik va yashillik pigmentlarini so'rib qo'ygan bo'ladi. Endi bunga qarshi kurashlar. Dehqonkalar, bu ham hududlarga qarab biz dori buyuramiz. Sababi o'rgamchi kana issiq joylarda, ya'ni o'ziga mos sharoit, ya'ni shu 30-35 gradus baland bo'ladigan joylarda tez rivojlanadi va tez ko'payadi.
Bu degani shu voha tomonlari, ya'ni Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm tomonlarida ko'proq kuzatiladi va dori sepgan paytda ham natija kamroq bo'ladi. Shuning uchun biz sizlarga sxema sifatida aytmoqchimiz. Foydalangan doridan, misol uchun mana bugun Vertimix sepadigan bo'lsangiz, keyingi sepadigan doringizni almashtirish kerak. Sababi o'rgamchikkanada shunaqangi xususiyat borki, adaptatsiya, ya'ni o'rganch moslashuvchanlik yuzaga keladi. Aynan bir dorini siz sepadigan bo'lsangiz, bunga ko'nikma hosil qilib oladida. To'g'ri, siz sepgan dori buni kuchini oladi, o'rgamchikkanani kuchini oladi, ya'ni rivojlanishini, ko'payishini sekinlashtirib turishi mumkin, lekin mutlaq ololmasligi mumkin. Ya'ni bu lichinka qo'yadi, lichinkadan yana shu havoni issig'iga qarab turib tez kunlarda o'rgamchikkanalar ochib chiqadi va tarqalish ko'payib ketadi. Shuning uchun dorilarni ko'proq shu almashtirib sepishni tavsiya beramiz va hozirgi kunda kleylar chiqqan. Mana shu kleylardan foydalanib dorilarni ishlov berishlarini tavsiya beramiz. Kleyni vazifasi shu bargga yoki mevaga mana shu dorimizni singishini, ya'ni uzoqroq turishini ta'minlab beradi. Xo'p, dorilarga keladigan bo'lsak, Vertimix tozasi oladi, IM5 0 degan dorilarimiz bor. Tarkibida abamektin bor. Ya'ni amaydda ham abamektin bor, abamektinni o'zi bor, Acaragold bor. Hozirgi kunda juda ko'plab dori vositalarimiz chiqib ketgan. Faqat ishlaydigan paytda shu kleylar bilan keyin lichinkalariga ham alohida o'sha dorilarimiz bor, Nissaran, boshqa dorilar bor. Mana shular bilan ishlashlarini tavsiya beramiz va ishlash sxemasini hozirlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, dehqonlar agarda limonlarda shu 5% dan ko'p limon kanalar, ya'ni 5% dan ko'p kanalar uchraydigan bo'lsa, buni qanaqa bilamiz? Misol uchun 100 ta daraxtimizdan 5 tasiga tushgan bo'lsa, shu 5%, o'rtacha 5% oladigan bo'lsak, iloji boricha sepish oralig'ini qisqartirishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun aptekaga borib so'rasangiz, bu kishilar bir haftada yo 14 kunda seping deyishi mumkin, lekin sizni sharoitingizni ular bilmaydi. Shuning uchun 3 kun yoki 4 kunda yoki 2 kunda, hattoki 2 kunda ham sepib, keyingisini, misol uchun 2 kunda sepadigan bo'lsangiz, keyingisini 4 kun, 5 kunda sepasiz, keyingisini 1 haftada, keyingisini 14 kunda. Mana shunaqangi sxemada, ya'ni oraliq masofasini qisqartirib sepadigan bo'lsangiz, siz sepadigan dori o'rgamchikkanaga ta'sir qiladi. Yuqorida aytganimdek, o'sha ko'payishini kamaytiradi. Ya'ni bularga o'sha salbiy ta'sir qiladida va o'sha ko'payish jarayonlarini ma'lum bir muddatga to'xtatib turadi. Shuning uchun oraliq masofasini sepish jarayonida kamaytirib sepishlaringni tavsiya berardik. Ya'ni shu 2 kunda, keyingisini 4 kun, 5 kunda, keyin 1 haftada, keyingisini 14 kunda. Shu holatda o'rgamchikanalarimizni yo'qotib oladigan bo'lsak, limonlarimizda kivi kasalliklarini oldini olgan bo'lamiz. Yana savol bo'lishi mumkin, dehqonlar chaqib shu kivi holatiga tushirib qo'ygan limonlarni hech qanaqangi dori vositasi yaxshilab ololmaydi. Ya'ni mana hozirlarga ko'rsatadigan bo'lsa, mana shu chaqib ziyon yetkazib bo'lgan. Buni hech qaysi dori sog'lom qilib berolmaydi sizlarga. Agar aptekaga borganda shunaqangi dori bor deydigan bo'lsa, bu yolg'on ma'lumot bo'lib qoladi. Ya'ni buni hujayrasini o'zi so'rib bo'lgan. Endi biz bu dori sepishlarimizdan maqsad oldini olish, ya'ni boshqa limonlarga o'tishini oldini olish maqsadida ishlovlarni beramiz. Mana bu limonda ham ko'radigan bo'lsalaring, yaxshigina o'rgamchikkana o'zini ziyonini yetkazib bo'lgan. Barglarda ham yashillik massalari yo'qolib qoladi. Ya'ni hozir ko'rinadigan bo'lsa, mana shu barglarimiz to'q yashil emas. Ya'ni ochroq holatda hozir o'rgamchikkana bo'ladigan bo'lsa sizlarga ko'rsataman. Mana shunda
oldi tomonida ham bor ekan. Hozir sizlarga tiniqroq kadrda mana ko'rinadigan bo'lsa, mana qizil mayda-mayda dog'lar yuribdi mana. Harakatlanyapti mana. Ko'rinadigan bo'lsa harakatlanyapti. Bu mana shu o'rgamchik kanal, ya'ni qizil kanal deb qo'yamiz. Asosan bu bargni orqa qismiga tushadi va oldi qismida ham ko'payib ketganini hisobiga hozirgi mana bu limonlarimizda mana oldi qismlarida ham bor mana. Mana shu ko'rinadigan, sizlarga qora ko'rinishi mumkin, lekin bu mana shu o'rgamchik kanal hisoblanadi. Xo'p, dehqonlar, zarar kunandalar haqida ham juda ko'p sizlarga ma'lumot berganmiz. YouTube kanalimizga o'tib ko'radigan bo'lsalaring, sitrus oqqanoti, sitrus inlik kuyasi, ya'ni shu mana shu limonlarga eng ko'p tushadigan zarar kunandalar haqida va ularga qarshi kurash choralari haqida ma'lumotlarni berganmiz. Xudo xolasa 1-2 kun mana shu yerdamiz, ya'ni Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida mana shu 1,5 gektarlik limonariyani zelyonni obrezkalarini mana qilib tugatib, xudo xolasa o'zlariga tushuntirib berib ketamiz. Agar ishlash niyatlari bo'lsa, birgalikda ishlaymiz. Chunki bu yerda shu xato kamchiliklar yaxshigina ko'zga tashlanib turibdi. Ya'ni sug'orishdagi xatolar, ya'ni anchagina qurib qolgan, namlikni ushlash balansi va bargidan vitaminlar, ozuqalar berish va tomirdan shu vitaminlar, ozuqalarni berish jarayonlari ancha orqada qolgan yoki qilinmagan. Agar birga ishlash niyatlari bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa birga ishlab mana shu narsalarni o'rgatib boramiz. Dehqonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta, videolarimiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyada o'zlaringni izohlaringni qoldirishlaring mumkin va keyingi videolarimiz qanaqangi kasalliklar haqida yoki sizlarga qanaqangi ma'lumotlar qiziq mana shu haqida yozib boradigan bo'lsalaring, o'sha mavzuda video qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, dehqonlar. Har doim sizlar uchun xizmatdamiz. Ko'rgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Kim videomizni oxirigacha ko'rgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Albatta videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz ham xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar.